Remontiga naq 20 ming dollar sarflangan xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel texnikalari bilan tayyor holatda. Stol, zona, konditsioner dekorlariga o'zingiz e'tibor qo'yasizlar. Juda ham yarki, chiroyli remontda bitgan. 3 xona, 4 xona qilingan xonadonimizda Chilonzor 16-kvartal metro Chilonzorning shundoqqina oldiginasida joylashgan. Balkonimiz 1,5 ga 6 o'lchamda oshxona sifatida foydalanishga qoldirilgan. Kuxonli mebellarini chiroyiga o'zingiz e'tibor qo'yasizlar. Xonadonimizning hamma xonalari alohida, ya'ni mana shu ko'rib turgan koridorimiz orqali kiriladi. Bu yerda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bunda ham barcha sharoitlari taxt va naqd qilib qo'yilgan ekan. Duxspanli shkaf dizayniga o'zingizlar 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Bu yog'imizda detskiy yotoqxona joylashgan. Bunda ham barcha sharoitlari bor. Sanuzellarimiz ham razdelni joylashgan. Xonadonimizda 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan 68 kvadrat metrni tashkil qiladi. 99 ming AQSh dollar so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.